Mayda qo'zichalarimiz sotuvga qo'yilgan ekan akalar. Xudo xolasa mana shularni narx navosi bilan tanishtirib o'tamiz. 1-mart sanasi bilan xudo xolasa akalarim Qashqadaryo viloyati Qarshi karvon mol bozoriga yetib kelganmiz. Qarshi karvon mol bozoriga akalar mana. Ko'rib olamiz. O'zi xaridor kelgan, savdo bo'lyapti. Hozir necha pulga baraka bo'ladi? Hozir xudo xolasa oxirigacha ko'rib o'tamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa doimiy akalar har bitta bozordan bittadan video chiqarib boraveramiz. Aka, bu necha bosh ekan qo'zichalar? Qo'zichalar bu yoqqa soni ko'p. Aha. Men mana 3 ta maydani so'rayapman. 200 ming so'mdan. Aka 17 dan deyapti. Urg'ochim qo'chqorcham. Ikkitasi urg'ochi, bittasi qo'chqorcha. Mashallah. Aka barak topani? Yo'q ekan bo'ladi. Mana realni oladigan savdo bo'lib turibdi, aka yo'q deyapti. Bor baraka. 18 dan beri olmaydi. 18 dan deyapti akamiz. 3 tasini. 4 tasini bir joyga. 18 dan akalar 4 tasi bir joyga. 200 ming so'mdan so'rayman. Siz bir bilan 200 dan so'rayapsiz. Bu endi bir haftalikka borganmi aka? Borgan aka. Borgan bir haftalikka. Ha. Salmay, option nechi bosh? Kamera bo'ladi. Option 19 ta. 19 dan option olaman desa nechi pul niyat? 1,5 milliondan beraverasiz hammasini. Kesin. Kamera bo'ladi bir ham aka. Optimga yaxshi-a? Akalar mana. Anon ber. Barakali chopam. Cho'ng o'tirib olsin aka. Kechdan berish. Hammasi bir. To'g'ri, qaysi? 1,5 million so'mdan optimiga kamroq narx bo'ladi deyapti akamiz. Shu niyatlarichi baribir bormi deyman shu narxga berishga. Akalar. Bir haftalik shunaqa atrofiga eng baland ham shunaqa atrof qo'zichalar. Bu 3 taniki alohida bo'lsa kerak narx navosi. Qo'chqor urg'och aralash, ha? Qo'chqor urg'och aralash. Yo'q. 4 tasi 1 million 200 dan so'ralyapti akalar qo'zichalarni. Akamiz 1 million 800 dan beraman deyapti tanlab olishga. Hop. Pogalardan ko'rsatib o'tamiz usta mana. Men solib olmayman-da men. Shuni orqasidan beri orqasidan. Bu bilan. Necha puldan deyapsiz aka bularni? Assalomu alaykum. 4,5 dan? 4,5 dan deyiladi akalar mana. Nima qilaman? Bitta, ikkita. Ro'za olib berasiz. Bo'g'oz qisar deb men aytolmayman. Ichida bu yoq biladi, qo'y bo'lsa, ichida garantiya orqasini ko'rsayga. Urvaydigan bu aka. Yemas urvaydi. Otasi domilla, mo'mini domilla. Ha. Mana shu joyi osilib turibdi. Ikkovi ham bor. Qarni ham osilib turibdi. Bunga bor. Karachi klient kelgan, bo'g'ozda yo'q, bo'g'oz masligini tekshirishyapti akalar. Xo'p, savdo bo'laversin qamiz, bu yerda qarab, boshqa joylarni tekshirib qarab o'tib ketaveramiz akalar. Aka qo'zichalar necha puldan ekan? Assalomu alaykum. 3 million so'mdan. Urg'ochimi, qo'chqormi? Urg'ochi varianti ekan akalar mana. Bozor necha pul qilyapti? 20. Bermayapsiz. 27 qilib olib ketaversinmi? Kelishamiz. Kelsa bo'ladi akalar. 27 la qilib olib ketaversanglar bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Bormang. 27 la niyat bor ekan. Narxlar tushibdi akalar, realni ko'ring mana. Necha puldan so'ralyapti? Buni 24 dan qilyapti bir joyga. Bermayapsiz. Hammasi. 2,5 soat deyapsiz. 2,5 ming so'ngina dedi. Qo'chqor urg'och aralashmi? Aralashadi. Qo'chqor urg'och aralash. Men endi shu 2 million 400 dan akalar 50 o'taman. so'ralyapti. 30 ta qo'zdan men o'zi 7 tasi 3 ta qoldi. 20 ta sot. Ben odamlar 2 ta sotdim. 25 bering, beraman. Chekbek xayrni o'tib beraman endi. bitta shuni mana 50 ming so'm o'tib beraman oy. olamiz 24 so'rayapti. 24,5 bering oy. 24 bering. Oy. Nega bermadim men urg'ochilar ichida 24 dan qilyapti-da. Men qurollikqa boqasagan duo qilsangiz bo'ldi. Qo'chqorcha-da? Ha, bu qo'chqor. 2 million 400 ga baraka bo'ldi akalar. 3 ta qo'chqor, 4 ta urg'ochida. Aha, gap yo'q. O'zi hozir 7 tani bir joyda 24 dan qilyapti. Baraka topsin. Kattalar qoldi. 2 million 400 dan akalar. Bittasi baraka bo'ldi. Qo'zichalar sezoni boshlandi mana. Ko'raveramiz akalar. Qo'zichalar to'layapti. Katta qo'zichalar ham bor ekan. Aka, bu nechi bosh ekan? Assalomu alaykum. 4 tami. Narx qanchadan? 3,5 million. Qo'chqor urg'ochimi? 4 to'y ham qo'chqor. Akalar 3,5 million so'mdan baho qo'yilgan akalar mana.
Aha, to'xtang. Alo. To'g'ri o'ting. Dastlabkasi ham bozor nech pul qilyapti? 3 million 300 ming so'm. Bermayapsiz. Yo'q. Sal qo'shsa beramiz. 4 oyliklar bormi? 4 oylik, 5 oylik. Yo'q. 3 oylik. 3 oylik. 3 oylik. Iyi, mana. Ko'raveramiz. Aha. 3 million 300 dan qo'shyapti. Qo'shsa beramiz. 50 dan qo'shsinmi? Beramiz. Berib yuboramiz, akalar mana. Jonga tegsa berib yuboramiz, mana. Salom, ishlarim, charchamaysiz. Akalar, ko'raveramiz. Antonda ham qo'ychalar turibdi nasib bo'lsa. Ilhom Shodiyev. Nechtadi? Bular 16 ta. Ha? 16 ta. 16 bosh. Hammasi qo'chqormi, urg'och aralashmi? Hammasi qo'shdi. 3 oylik, 4 oylik bormi? 3 oylik shunaqa atrof bor akalar. Hammasi xudolisi qo'z qo'chqor ekan, 16 bosh deyishdi. Narxni nech pul qilib beramiz? Narxi 36 dan. 36 dan. 33 dan qilyapti bir joyga. Bermayapsiz. Yaxshilar tortishsinmi yo 50 dan qo'shsinmi? Balki beramiz. Kelishtirib qo'ysa beramiz. Bo'ldi. Naqdi bo'lsa berib yuboramiz 33 dan ham. 33 dan bermayapmiz. Aha, bo'ldi. Akalar bir 50-100 qo'shadigan joyi 16 bosh. Hammasi qo'chqor ekan akalar mana. Hoppa. To'nga o'tkazib olaylik. Ha. 3 million 300 dan bozor so'rabdi. Gap yo'q, savdosini bersin deb qolamiz akalar. Mana katta nimalardan faqat maydasini, qo'zilarni ko'rsatding demaylar. Bu nech million deyapmiz aka bularni? Assalomu alaykum. 7 5,5 so'ramiz. Qo'chqormi bular? Qo'chqor. Bitta, ikkita, uchta. Ikkovi nech pul deyapmiz? Ikkita kattasi. Katta 5,5 dan so'rayapti. Kattasi 5,5 dan bozor so'ralyapti akalar. Ikkita katta qo'chqor. Bular ishlaymi yo hali qo'zimi? Qo'zi. Hali qo'zi. Bunisi-chi? Bu shu yilchi qo'zi. Bozor nech pul qildi uni? 4 million to'laysiz. Bermadingiz. Bu 4,5 nasib ketadigan. Bulari-chi? Bular ham 100 dan qo'shsinmi? Ketaversin ha? 100 farq qolgan ekan akalar. Jonga tegsa 5,5 ga berib yuborasiz. Ha. Joyvislarni bilmaymizmi aka? Joyvislarni bilmaymiz akalar. Kelaveringlar mana. Bu ham 85 atrofi chiqsa kerak. Anchagina baquvvat. 5,5 million so'mga so'ralgan ekan. Endi nech puldir qo'shib olib ketaverasizlar akalar. Bordim. Hop. Qolganlardan ko'rsatib o'tamiz akalar. Katta boqilgan Qurbon hayitga akalar qo'chqor so'raganlar uchun mana. Xo'p, assalomu alaykum. Charchabaysiz? Hammasi qo'chqormi? 6 tami? 6 bosh. Yoshlari qanaqa? Shishga chiqqanmi? Bitta shishagi bor qolgani, ikkita shishagi bor qolgani qo'zi bor. Endi chiqadigan bo'lib turibdi, ha? Mana shu ikkalasi shishak. Bu ham 85 lar bormi deyman? 90-85. Shunaqa atrof chiqsa kerak akalar. Endi 85 olaylik. Sen mana tepadan olayotganimga qanaqa ko'rinyapti? 80-85 olaylik taxminan mana aytib o'tamiz. Buni joyvislarda xabaringiz bormi yo'qmi aka? Nech pullar? Endi qanchalar chiqadi? Har xil 90 kilo chiqdi mana aka. Kattasi 90. 96 kilo chiqdi. 90, 96, bular 85 shunaqa atrof chiqadi. Mana 85. Mana bular 70 kilo, mana ular 55 kilodan chiqadi. Optim bitta narx aytamiz. Nech puldan? Optim 5,5 dan so'radi bermayman aka. 30 millionga. Nech pul qo'shsin? 1 million qo'shsa bo'ladi. 34 qo'shsa bo'ladi. 5,5 dan nech pul bo'lardi opshi? 33 million qilyapti aralash. 34 qism olib ketaversin. Mana akalar, 6 tasini 34 ga so'raldi, 33 ga so'ralibdi, berilmabdi akalar. 5,5 dan 1 million qo'shsa 34 ga ketadi ekan. Uchalasini 20 millionga, 3 ta kattani. 6 ga 14 qilyapti. Ha. Akalar, 2 ta kattani 14, buni 6 ga opshi 20 millionga 3 ta kattani so'ragan. Gap yo'q. Qo'chqor ham qo'chqor ekan. Quloqlar butunlari ham bormi? Quloqlar. Ya, xohlasangiz nomerlarni qoldirib qo'ying, qiziqqanlar telefon qilaveradi. Nasib sotamiz. Nasib ketadi, charchamang. Xo'p, bu nech pul ekan akajon? Ha? Ikkalasi 13 million. 6,5 dan. Nech puldan? Yo'q aka. Yo'q aka.
Ikkalasi 13 mi? Mayli. Aha. Qancha so'rabsa qo'shqonlar? Bumi? Ilhom Shodiyev. Ilhom Shodiyev. Bu ham o'zidanmi? Bizdan aka. Ishlar zo'rmi? Necha puldanmiz buni? 12 million deyman akajon. Shaka chiqqanmi bu yo kattaroq bundan ham? Qancha qo'chqor? Panji qo'chqor akalar 12 million so'm deyilyapti. U ham o'zidan. Ular mendan akajon. U ham o'zidan. Uni necha pul so'rab bozor aka? Ikkan 13 million so'rayapti akajon. Bermayapsiz. Yo'q aka. Ikkan 13 ga akalar berilmayapti. Necha pul qo'ysin? 500 qo'ysin yo 14 bo'lsinmi? 14 bo'lsa olib ketsin. 14 bo'lsa ketaversin ekan. Buni necha pul berib yuboramiz? Oxirgi narx taqilgan. Oxirgisi 10 million bo'lsa beraveraman. 10 million bo'lsa berasiz. Joyviz, go'shtga balki hisoblab narx aytamiz-ku, to'g'rimi? Shunday akajon. Yo nasl bob deysizmi? Xohlaganiga o'ylasin. Ketaveradi, ha? Ketaveradi. Ketaveradi. Xohlasin naslga desa, xohlasin go'shtga desa. Aha, go'shtga qanchalarga beradingiz? 85 kilo ko'ryapti. Oho, ancha baquvvat ekan akalar mana. Bu yer necha desak bo'ladi endi? Endi bo'yini bilmasam, tarazim yo'q. Bu ham 90lardan o'tadi, ha? O'ta 1 metr deb olaversin. Gap. Savdosini bersin, charchamang. Rahmat aka. Mana akalar, kattagina qo'chqor ekan. 10 million so'm bo'lsa oxirgi narxi ketadi deyishyapti. 96 ga yo'q. 9 million 600 ga bermadingiz? Yo'q. Aha, bo'ldi mana. Charchamang. Mayli. Ha. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha katta mol narxlari kerak bo'lsa, ularni ham akalar alohida video qilib joylab qo'yamiz.